Assalomu alaykum. Men doktor Boboyev. Bugun sizlar bilan harakat paytidagi son chanoq bo'g'imi hamda tizza bo'g'imlari sohasidagi og'riqlar, asosiy sabablari va uni qanday qilib davolash kerak shu haqida gaplashib o'tamiz. Ba'zi bir bemorlar harakatlangan paytda son chanoq bo'g'imi sohasida hamda tizza bo'g'imida og'riq paydo bo'ladi. O'tirganda yoki yotganda esa ushbu og'riqlar yo'qoladi. Xo'sh, bu og'riqlarning asosiy sababi nimada? Bu og'riqlarning asosiy sababini bilish uchun eng avvalo qo'l va oyoqlar qay tarzda harakatlanishi kerak shu haqida gaplashib o'tamiz. Organizmda qo'l oyoqlar o'zaro diagonal yo'nalishda harakatlanadi. Ya'ni chap oyoq oldinga chiqqanda o'ng qo'l oldinga chiqadi, o'ng oyoq oldinga chiqqanda chap qo'l oldinga chiqadi. Natijada qarama-qarshi qo'l va oyoqlarning o'zaro bo'g'imlari bir-biri bilan o'zaro bog'liqlikda bo'ladi. Ya'ni o'ng yelka bo'g'imi, son chanoq, chap son chanoq bo'g'imi bilan o'ng tirsak bo'g'imi, tirsak bilak bo'g'imi, demak chap tomondagi tizza bo'g'imi bilan va bilak kaf bo'g'imi o'ng tomonlama, chap tomonlama boldir kaf bo'g'imlar bilan o'zaro bog'liqlikda bo'ladi. Ya'ni quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Taxminiy odam rasmini chizib olamiz. Demak, masalan deylik, mana bu qo'ldagi yelka bo'g'imi bilan qarama-qarshi oyoqning son chanoq bo'g'imi, bu qo'ldagi tirsak bo'g'imi bilan qarama-qarshi oyoqning tizza bo'g'imi va bilak kaf bo'g'imi bilan boldir kaf bo'g'imi o'zaro bog'liqlikda bo'ladi. Mana shunday bog'liqlikda bo'ladi. Bu degani, demak, son chanoq bo'g'imida hamda tizza bo'g'imida og'riq kelib chiqqan odamlar, bemorlar aksariyati bundan oldin qarama-qarshi tomondagi yelka bo'g'imi hamda tirsak bilak bo'g'imi sohasida og'riq o'tkazgan bo'ladi. Natijada ushbu bo'g'imlardagi og'riq hisobiga bunday bemorlar qo'lni harakat paytida kamroq qimirlatadi. Natijada kamroq harakatlangan qo'lni miya sog'lom tomon deb qabul qiladi va qarama-qarshi tomondagi oyoqni esa sog'lom oyoqni esa kasal deb qabul qiladi. Natijada bu yelkadagi og'riq qarama-qarshi son chanoq bo'g'imiga, tirsak bilak bo'g'imidagi og'riq esa qarama-qarshi tizza bo'g'imiga ko'chadi. Demak, asosiy patologiya qarama-qarshi yelka bo'g'imi va qarama-qarshi tirsak bilak bo'g'imi hisoblanadi. Xo'sh, buni qanday davolash kerak? Buni davolash uchun birinchi navbatda yelka bo'g'imini, harakatdagi yelka bo'g'imini og'riqni keltirib chiqargan asosiy sabab, ya'ni oldingi tisma mushak, ya'ni qo'ltiq ostidagi oldingi tisma mushak hamda kurak osti mushaklar hisoblanadi. Demak, bu mushaklarning spazmi harakatda yelka bo'g'imini og'riq keltirib chiqadi va bunday bemorlar og'riqni kamaytirish uchun yelkani qo'lni sekinroq qimirlatishadi. Demak, buni davolash uchun birinchi navbatda qo'ltiq osti mushaklari spazmini bartaraf qilishimiz kerak. Bu massaj qilish orqali yoki kurak ostidagi mushakni massaj qilib, ushbu sohadagi spazmni ketkazib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, spazm ketkazib bo'lgandan so'ng endi biz miyaga signal berishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni haqiqiy og'riq o'ng yelkada bo'lganligini signalni berishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun demak, masalan, qarama-qarshi, ya'ni chap tomondagi son chanoq bo'g'imida og'riq bor bizda. Demak, bu og'riqni biz bu sohaga ko'chirishimiz kerak bo'ladi. Miyaga haqiqiy signal berishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun amplitudani tiklab olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni qarama-qarshi oyoq va qo'lni harakatlantiramiz. Katta amplituda, ya'ni katta kenglikda harakatlantiramiz. 3000 domda harakatlantirib turamiz. Bunda miya ushbu sohadagi og'riqni asl sababi qarama-qarshi yelka ekanligini qabul qiladi va biz bu sohadagi mushaklarni spazm ketkazgandan keyin esa bu og'riqlar batamom yo'q bo'lib ketadi. Tirsak bilak, demak aytdik, qarama-qarshi tizza sohasidagi og'riqning sababi qarama-qarshi qo'ldagi bilak tirsak bo'g'imi deb aytib o'tdik. Demak, biz bu tizzadagi og'riqni ketkazishimiz uchun eng avvalo bilak tirsak sohasini davolashimiz kerak bo'ladi. Bu og'riqning asosiy sababi oldingi mavzuda aytganimizdek kichik ko'krak mushagi hisoblanadi. Demak, kichik ko'krak mushagining tonusga kirishining asosiy sababi esa demak qovurg'a ostidagi jigar boylamlarining spazmi hisobiga kelib chiqqan bo'ladi. Demak, buni davolash uchun avvalo ushbu spazmni bartaraf qilishimiz kerak bo'ladi. Bu haqda biz oldingi videolarda gaplashib o'tganmiz. Demak, bu spazmni bartaraf etganimizdan so'ng esa biz og'riq bo'layotgan sohani, demak, masalan, tizzaning ichki sohasida og'riq bo'lyapti. Tizzaning ichki sohasini, demak, qo'l bilan ushlagan holatda qarama-qarshi bilak sohasini ushlab olamizda, demak bu og'riqni, bu tizzadagi og'riqning asosiy sababi bilak sohasi bo'lgani uchun bilak sohasini massaj qilishimiz kerak bo'ladi.
3 minut davomida massaj qilasiz. Bu juda og'riqli bo'ladi. Og'riq sekin-asta yo'qolguncha massaj qilasiz. Og'riq yo'qolgandan so'ng esa sizning tizzagingizdagi og'riqlar batamom bartaraf bo'ladi. Va bundan keyingi harakatlanishda albatta yuqorida aytganda diagonal qoidasi bo'yicha harakatlanish kerak bo'ladi. Ya'ni qarama-qarshi qo'l va oyoq, qarama-qarshi qo'l va oyoq. Ya'ni birgalikda harakatlanish kerak bo'ladi. Yuqorida aytgan soch chanoq va tizza bo'g'imidagi og'riq bor bemorlar ko'pincha qo'lni harakat keltirishmaydi, faqat oyoq bilan yurishadi. Qo'l bir joyda turishi hisobiga yuqoridagi og'riqlar paydo bo'lgan bo'ladi. Video ma'qul bo'lgan bo'lsa kanalga obuna bo'ling.